Zhugulyanning hayotidagi ikki tasoddifiy sirliq to'g'ri gap qilish. Qissa haqida bayon. Hammamiz bilamiz, bu qissada noiti donliq bir hikoya. Kabiga 3 qatim ziyorat. Liubey Kabiga 3 qatim ziyorat qilib, Zhugulyanni o'ziga hamdam bo'lishga chaqirdi. Mushu vaqtda Zhugulyan tog'dan tushgan vaqtda naq 27 yosh. Qiziqiri bu Liubeyga ergishib yana 27 yildan keyin 54 yoshida vafot bo'ldi. Ya'ni Zhugulyanning hayoti naq o'ttirdan ikkiga bo'lingan. Oldingi 27 yilda o'sib yetilish, o'rganish, tirishmush bosqich o'tgan. Keyingi 27 yil bo'lsa Liubey uchun jon tikib xizmat qilgan. Oxirida 54 yoshida pensiyaga tushib, mangulik pensiyaga chiqqan. Ikkinchi to'g'ri gap qilish, Zhugulyan 181-yili tug'ilgan. Yeni bu yili o'xshashla Han Shandimo 181-yil tug'ilgan. Zhugulyan 54 yoshida vafot bo'lgan. Han Shandimo o'xshashla 54 yil yashab vafot bo'lgan. Mushu uchurlardan shunga ba'zilar Zhugulyan o'rdidan qochib chiqqan Han Shandining o'zi shu. Savsav qo'lga tushirgan bo'lsa, bir qo'rchoq uniki fuji qilgan mandaq zapre deydigan qarash bor. Yana bu Zhugulyan o'zini Kungning Wulong Shensheng yotgan ejderha, yugdigan ejderha deb atashqa petin oldi. Al-Misaqdan qarsak, faqat Xoqon jamiyatida o'zini ejderhaga simbol qildi, ejderhaning pushtidan bo'lgan deb simbol qildi. Navad Zhugulyandak bir odatdagi odam bo'lsa, bunday qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ham shu ayni vaqtning o'zida bu yerga Zhugulyanning savsov sunchullarga agashmay, aksicha Liubeyga agishchi hargizmi Liubeyning nayt iqtidorligi, botirligidan emas, balki birinchi bo'lib Liubeyning shu Han Xoqoniga nayt sodiq bir yurgining bo'lganligi, sadoqatmanlikni og'zidan qat'iy tushirmayganligida. Ikkinchidan Liubeyning salohiyati, ya'ni Xoqon tog'isi bo'lgan, xon jamiyatidan bo'lgan bir salohiyati bo'lganligi uchun shu Liubeyga agishib, Liubeyga hamdam bo'lgan deydi. Dimsimi qarsanglar misqilsizlar, bu yerda Zhugulyanning Han Xoqoniga bo'lgan sadoqatmanligi Liubeydan besib tushdi. Oxirida Liubey o'zini Xoqon ataydigandimi, Zhugulyan ancha qoyilib ketmaydi. Qimsi bo'ldi deb turdi, biroq oxirida Liubey o'zini Xoqon deb ataydi. Kimmi Liubey o'lgandan keyin Zhugulyan davomli turda savsovga qarshi hujum qilishining yana bir sababi dal mushada. Endi bu yerda Zhugulyanning bu Han Shandi bo'lishining rost yolg'onligi ancha aniq emas, biroq nima deyli? Bu yerda Zhugulyanninki donishmanligi, aqlliligi, xalqparvarligiga hammamiz qoyil olmay amalimiz yo'q. Undaqda sizlar bu qarash qanday qaraysizlar? Zhugulyanning yana qanday sirliq ishlarini bilsizlar? Pingunchug marhamat. Uyg'urcha yaxshi kitob lozim degan do'stlarga Ansiz yillardagi Nozni nomli romanni Uyg'urcha kitob deb akirib qo'ydim. Chuchuan kirib izlasanglar bo'ldi. Topolmagan do'stlar, men ayrim sizin qilsanglar sizlarga ulanmasini avatib birman. Turdigan do'stlar, menga ergishib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.